Nima? Yo, kerak emas. Tur ko'chaga chiqib o'yna uylarni yig'ishtirishim kerak. Tur. Varey Yasimon. Bu varey hali fadolarni zabt etadi. Uch. Zebo, kopta o'ynamaymizmi? Da? Davay, qani koptu? Mana faqat ozgina naski kerak yana. Oyim bozordan Tetris olib keldilar shunga. Bollama 2 yil yiqqan ketkalarimni sizlarga bermoqchiman. Nimaga? Oyim aytdilar, ko'p o'ynasam mamtimdan rak bo'lar ekanman. Chanqadim, nimadir ichaylik? Men uydan suv ichaman. Ketdim magazindan kola olib ichamiz. Yana sovuq suv ichibassanmi? Qani oldimga kel. Borsam urasdi. Hozir oldimga kelsang urmayman. Alda babur uribdilar-de. Qochishini qara buni hayvon. Ketdim men uydan pomidor bilan non olib chiqmayman. Kakras seni qidirib yurdim. Uyga kirib ko'chaga chiqmaysan. Hozir uyda o'tirganda ko'chaga chiqarib yubormaysiz. Shunaqa ko'chaga chiqib kelganda seni uyda o'tkiztiraman. Yur. Uf, cho'g'i salkam bo'lib qopti-de. Bo'laveradi, pishsa bo'ldi. Pensiyalar keldi, pensiya. Pensiya, buvimga ketdim. Bu jonim, o'zimman, jannatim, yaxshiyam borsiz, boringizga shukur, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Oho, navarangiz sizni juda yaxshi ko'rar ekan-a? Navaram bo'lgandek yaxshi ko'radi. Aytgancha, bu oy sizga pensiya yo'q, shuni aytib qo'y degandim. Nimaga keldim unda? Oling qo'lingizda. Shuncha o'g'ri bo'lib kim o'tiribman? Jinnivoq. Voy, Zebonada seni chiqdi. Bilasizlarmi, yosh bolaga bu narsa qanaqa ta'sir qiladi? Axir bu zo'r-ku, endi odam xohlagan narsa olib beradi. Qanday baxt. Nega hamma adala shom payti ichib kelarkan, ha? Obbo, yana ichib keldingizmi? Hech bo'lmasa ro'zg'orga pul olib kelgandirsiz. Bir so'm pulim yo'q. Hammasiga qizimga narsa olib berdim. Zebo, dini pul so'rasanga beradilar. Bo'l. Ada, pul bering. Bo'ldi ona qizim. Hamma pul seniki. Mana. Qo'lingni yag'rini qara. Qani yur cho'milamiz. Pul ol bu yoqqa. Yaxshi, Yur dedim, ish oldinga. Qaynoqaga suv. Bu yag'rini ketqashga bu suv ham sovuqlik qiladi. Sandalga 1 soat boshing tiqsang quriydi. Endi ko'chaga chiqarsam bo'ladi? Ruxsat beraman, agar kiyimini qirqsang oyog'ingni urib sindiraman. Men yangi kiyimimni kiyib chiqdim. Endi quvlashuvchi o'ynaymizmi? Da'vo qo'chib to'xta. Oyimdan o'laman. Sen jibiysanmi? Oyim murshalli, ozgina qorong'u tushsa keyin ketaman. Ko'rinmaydi deyman biloy. Как раз svetam o'chibdi. Chapillamay podvoldan chiroqni olib chiq. Tur. Mana. Ay, keldingmi? Ha, barakalla. Sen yana ustini qildingmi? Shoshmasdan qiz. Sog'indim onajon, osmondagi sevgi hamisha bo'lsin yondosh bolaligim. O'zicha olifta qizlar qishloqqa kelin bo'lganida, o'g'lim bu qamalib chiqmagan, hamma joyni chizib tashabdi-yu. 15 soat o'tirgan bo'lsa kerak-da. Qotil. Ha, Nima qildi senga? basharam o'qib ketdi. Ko'rma, asl yuzi shu bo'ladi xotiningni. Jon, men skuchna nimadir o'ynaylik? Ha, kelin, o'ynagingiz kelyaptimi? Yuring, men sizga zo'r o'yin topib beraman. Bu sizlarni slime deb to'g'rimi? Bu molli. Tappiligini aytma. Qo'yur, mazza qilib o'ynayversin. Ha, o'ynayvering. Qishga tez edi, hammasini yasab tasha. Qattiq shipiradi, tushundingizmi? Oling. Kelin, bu o'g'lim rishotkalarga olib kelgan kraskani sochingizga ishlatib yubordingizmi? Narashka boyjon, ulangan не беспокойте. O'g'lim o'zi buni tabiiy joy bormi, o'zi yo'qmi? Ha, bor ekan. Kim bor? Svetdan keldim. Привет. Ajinami jimi bu? Nima qo'rqib ketgan ekan? Bilmasam. Kelin, ertaga mabodo yotib qolsam, mana buni oling.